Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun ayollarimizni tibbiy qilishga keldik, ya'ni profilaktika o'tkazamiz hozir. Buning uchun nimalarga e'tibor qilishni hozir aytaman. Profilaktikaga nimalar kirishi, nimalar tozalanishi o'shalarni hozir bir aytib o'taman. Hozir biz ish boshida turibmiz. Xullas, ish boshi, keyin ish bitgandan keyin profilaktikadan keyin yana bitta videoni davomida ko'rsangizlar, xudo xohlasa boshlaylik. Birinchi o'sha yerda bu yerda turbina turibdi. Mana bu turbinani полностью olib, ichini ventillarni, ya'ni tarakchalarni ochib, changdan tozalab, mana bu yerda ikkita podshipnik bor, o'sha podshipniklarni moylab joyiga qo'yamiz. Nimaga desa, keyinchalik qishki mavsumda sovuq payti bu turib qolmasligi uchun. Endi hozir holati yaxshi, lekin sal og'irroq aylanyapti-da. Mana bu yerda parachasi bor, uni aylantirgan paytda u aylanib turishi kerak biroz vaqt. Keyin bu yerda garetkasi bor. Garetkada свеча зажигания, датчик ионизации har xil kataloglarda har xil bo'ladi. Mana bu. Bu yerda bittaligi, bir xil kataloglarda 3 talik, 2 talik har xil bo'ladi. Bu yerda bittasi ikkita vazifa bajaradi. Ham датчик ионизация, ham свеча зажигания. Buni uchi kelib qoladi, o'sha kirdan tozalash kerak. Agar tozalanmasa, kirib boylanib ketsa, kuchni o'rtasida kotol olovni ko'rmay yoki свеча tok bermay, kotol yonmay ashkiga kelib qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun свеча зажигания, датчик ионизацияni tozalaymiz. Mana bu garetkasi bo'ladi. Garetkasini ham yechib, uni ham tozalaymiz. Buni ish joyida hozir ko'rsatib o'tamiz. Keyin etapda bu yerda sirkulyatsiya normalniy, teplobmenniklarni yuvmaymiz. Nimaga desa, sirkulyatsiya normalniy. Hadeb buni ham ochib yuravermaslik kerak. Har yerda suvni konsistentsiyasi har xil. Bu yerda skvajin bilan, bu yerda vodoprovod bilan kelgan suv yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kotolimizni teplobmenniki uzoq vaqt to'lmaydi. Agar skvajin bo'ladigan bo'lsa, uzoq vaqtda tez to'ladi ya'ni. Xullas, biz ishimizni boshladik. Turbina, esimdan chiqdi teplobmennik ham. Buning ichiga teplobmennikni полностью ichini changlardan, teshiklardan tozalash kerak. Nimaga desa, ular o'zida yonib turgan tutib chiqib ketadigan yo'l o'sha bo'ladi. O'sha tozalash kerak. Buni ham hozir ishchilarga ko'rsatib o'tamiz. Mana xullas, hozir qozonimizni ichini ochdik. Sizlarga teplobmennik qanaqa bo'lishini hozir ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mis teplobmennik turibdi mana. Mana buni changni ko'rishlaringiz mumkin mana. Bu narsa bu yerga yig'ilmasligi kerak. Buni yilda bir marta tixot qilib tozalab turish kerak. Buni teshikchalari tiqilib qolsa, kotol yana ashibga beradida, ishlamay qoladi. Keyin bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda garetkasi ham shunaqaga chang bo'lib yotibdi. Mana bu teshikchalari yopiladi chang davomida, keyin bu yerda olov yonishi susayadi va keyin kotol effekt bermay, otopлений sistemamizni qizdirmay qolishi mumkin. Датчик ионизация, свеча зажигания degan swechamiz mana shu bo'ladi. Mana bu yerda turibdi. Bu yerda bittaligi ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham ahvoli achinarli. Buni ham najdak bilan yaxshilab tozalab, keyin spirt bilan tozalash kerak yoki vlajniy salfetka bilan tozalab o'tib joyiga ilib qo'ysa ham bo'ladi. Xullas, shunaqa. Xullas, mana yurtdoshlar, garetkani ham tozaladik. Changlardan kompressor bilan ushlatib, keyin turbinani ham tozaladik. Changlardan podshipniklarni moyladik. Mana endi joy-joyiga ustoqlik qilamiz. Mana boshidagi holat qanaqa edi, endi hozirgi holat qanaqa? Buni ko'rishingiz mumkin. Changlardan tozalab, yangidan qildik. Mana endi xudo xohlasa ularni ustoqlik qilgandan keyin yoqamiz qishki sezonga bemalol yoqib foydalansa bo'ladi.